komandam korxonani boshqaruvini qurayotganimda menga xalaqit bermasin desangiz, mana shu ikkita maslahatga quloq soling. Birinchi maslahat, hech qachon xodimlarga shunchaki tizim qurayotganligingizni tushuntirib, korxonangiz zo'r bo'lib ketishi, chiroyli bo'lib ketishi, rivojlanib ketishi bo'yicha gapirmang. Ularga toshni son bering. Agar tizimlashtirsangiz, boshqaruvni zo'r qilsangiz, ular nima yutadi? Motivatsiyasi oshadi, bonus oshadi. Nima bo'ladi ularga? Qanaqa hodisa yuz beradi ular bilan? Shuni tushuntiring. Ikkinchisi, har bitta tizimda zo'r ishlagan, o'sha boshqaruv tizimini qurayotganda zo'r ishlagan xodimingizni rag'batlantiring. Hammaning oldida oshkorasiga rag'batlantiring va tizimda ishlolmagan xodimlaringizni o'rganib, to'g'ri maslahat bering. Agar ishlolmasa, ishdan haydang. Shunda korxonani tizimini qurish siz uchun osonroq bo'ladi. Choy ichganda.